Assalomu alaykum azizlar. Norin tayyorlashni boshladik. Qattiq qilib xamir qilib oldik. Tuz, bitta tuxum, sovuq suv, ozgina yog' bilan qattiq xamir qildik va boshladik norinni. Mana bunaqa qilib kesib oldik. Endi bunisini ham mana bu kattalikda kesib olamiz. Bunday qilib yoyib oldik, kesib va to'rtburchak qilib kesib olamiz. Endi mana bu shaklda kesib oldim, to'rtburchak qilib. Endi tuzli suvga qaynatib 2 minut pishirib olaman. Norin xamirlarini soldik, 2 daqiqa qaynatib olamiz. Endi olsak bo'ladi. Ranzaradan ustasi qo'ydi. Bugun 1-yanvar. Yangi yilga norin qilgandim. Bu xamirining yarmi qolgan edi. Shuni bugun svejiy qilib yana yangitdan qildim. Ikkinchi marta qilishim norin. Ikkinchi qilishim. Ozgina yana yirikroq to'g'rab qo'ygan shekilli xamirini. Rosa harakat qildim lekin mayda to'g'rashga. Mana tayyor bo'ldi norinim. Lekin bu norin menga rosa yoqdi. Shunisi ayniqsa rosa ham yoqdi menga. Домашний. Ozgina xamiri katta kesib qo'yman, lekin ta'miga gap yo'q.